Bugungi kunda tabiiy olma sirkalarimizni kichkinagina bolajonlarimizni ham aynan ota-onaligiga etib tayyorlab berishimiz, onajon tayyorlab bering deydigan klientlarim bor. Bir xil ayollarimiz, erkaklarimiz so'rashadi, icha olmaymanmi, nordon bo'lmaydimi, achchiq bo'lmaydimi deb. Yosh bolalar ichib turgansizlar, icha olmaysizlarmi? Ichasizlar. Eng asosiysi natija bo'pti. Natija zo'r bo'lsa, sizlarga organizmingizga yaxshi natija ko'rsatayotgan bo'lsa, bu bizning yutug'imiz. Bugungi kunda onkologiyadan, kistalardan, o'pxillardan qiynalayotgan klientlarimiz ham tabiiy olma sirkalarimizni ichib yaxshi natija ko'rishyapti qizlar. Shuni inobatga olasizlar va zakazlarni bemalol beraverasizlar. Bugungi kunda eng yaxshi natijani berayotgan tabiiy olma sirkamiz shifo uchun tayyorlangan, texnologiyasi boshqacha bo'lgani hisobiga yumshoqqina mazza qilib tomog'ingizdan o'tib ketadigan olma sirkalarimizni sizlarga ham tavsiya qilaman. Bemalol olishingiz mumkin va mazza qilib sizlar ham menga chiroyli odzivlarni yozib qoldirasizlar.